13 yoshli o'g'il bola televizor ko'rib o'tiradi va to'satdan tishini taqillatadi. Taq 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 qilib tishini bir-biriga qilib uradi. Keyin bitta oyog'ini ko'tarib, ikkinchi oyog'ini ustiga bunday qilib qo'yadi-da, chalkashtirib. Keyin naskisini barmog'i bilan shunday qilib g'artillatib tirnayveradi va yana oldinga orqaga borib kelaveradi, xatti-harakat qilaveradi. Va bu xatti-harakat ma'lum bir vaqt davom etadi va keyin to'xtaydi. Bola hech narsani eslay olmaydi. So'rasa, nima qilding desa, eslolmayman deydi, bilmayman deydi, nima bo'ldi deydi. Bu narsani eslay olmaydi. Buni ko'p joylarda davolanishgan, ba'zi bir dori muolajalar qilishgan, oxiri aytishganki, psixiatrga bir ko'rsating deyishgan. Bu bola psixiatrический, buni biza nevropatologlar buni uncha tushunmayapmiz deyishgan. Psixiatrga olib kelishdi. Biz bolani boshini EEG qildik. MRT qildik. EEGda ham, MRTda ham hech narsa chiqmadi. Hammasi yaxshi chiqdi. Qarang. Keyin biz bu bolani boshini EEG monitoring qildik. EEG monitoring qildik. Albatta u yerda patologik o'choq chiqib keldi. Va keyin biz uni lecheniya qildik. Bemor hozirgi kunda ancha yaxshi. Ammo bemorni birinchi marta kelganidayoq ko'rikda men aytdimki, bu bemor, bu bolakay jinsiy rivojlanishda ham ortda qolyapti. Fiziologik rivojlanishda ham ortda qolyapti. Ruhiy rivojlanishda ham ortda qolyapti. Buni boshini MRT qilish kerak. Gipotalamus sohasida muammo bo'lishi mumkin deb o'ylagan edik. Haqiqatdan ham gipotalamus sohasida muammo chiqib keldi. Hozirgi kunda bolaning ahvoli ancha yaxshi. Muolajalari davom etmoqda. Bu muolajalar qisqa vaqtni emas, uzoq vaqtni talab qiladi. Uzoq vaqt davomida muolajalarni olib, keyin bola ham jinsiy rivojlanishdan, jismoniy rivojlanishdan, ham ruhiy rivojlanishdan ortda qolishlari yo'qolib ketadi va bola normal rivojlana boshlaydi.